Tilayman kaftimda duoda omad. Siz bilan hamnafas bo'lsin bu hayot. Bugun bitmoqdaman muazzam daston. Bir so'zki topolmay jonim ming halak. Umringiz ziyoda bo'lsin ustozjon. Bugungi kuningiz bo'lsin muborak. Zaminga yarashgan chamanlar kabi xalq uchun munosib tashlaysiz qadam. Duogo'y otasiz ey mehru ummon. Eng go'zal kunlarni tilayman hardan. Qancha yo'l bosdingiz, qancha oy yillar. Umr yo'llarida hayot chambarak. Jonga jon tikdingiz. Siz mardonavor ustoz. Bugungi yubileyiz bo'lsin muborak. Albatta ustoz, bugungi kuningiz muborak bo'lsin. Qadri baland qadrdonlarim, dunyoda gar bo'lsa ikki haqiqat. Bittasi bo'ladi, faqat shuhrat, salom. Adashib qilmanglar unga malomat. Barchaga barobar ustoz, shuhrat, salom. Boyliganini barchaga baham ko'radi. Ko'plariga chin do'stu ustoz bo'ladi. So'rang siz uchun jonin beradi. Barchaga barobar ustozimiz shuhrat, salom. Shohu gado barin osra tutadi. Kutsagar ozgina mehr kutadi. Ko'nglini yig'latmang, dunyo o'tadi. Barchaga barobar ustozimiz shuhrat, salom. Behuda ayblamang, nogoh adashib. Do'stim deb ortidan ig'vo qalashib, bechora yurmaydi obro'y talashib. Barchaga barobar ustozimiz shuhrat, salom. Samoni ko'zlamas zaminda joyi. Oddiylik va xulqi uning odati. Uning odati dardlarin shirin qilar xirgoya. Barchaga barobar ustozimiz shuhrat, salom. Albatta O'zbekistonimizni poytaxti Toshkent vatani erur. Va Toshkent tog'lari qoshida turur. Ko'rganman metin deb bor ustozlar qalam. Hammaga barobar ustozimiz shuhrat, salom. Ustoz, ijodingizga omadlar tilayman. Sog'lik, sizga ham sog'lik, salomatlik. Qolaversa, ustozimiz shuhrat, salomga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hammaga manobat so'z berib turamiz. Mana bugungi tadbirimizning asosiy sababchisi ustozimiz Shuhrat Salomning tavallud topgan kunlari, tug'ilgan kunlari. Qolaversa, mana do'stimiz shoira Sohibaxon bilan ustozimizni yoshlantirishning hojati yo'q. Ularni yangi hayot yo'liga ham ustoz boshlash qadamiga turibdilar. Bularga sizlar nomlaringizdan, o'zim nomimdan, Buxoro viloyat shogirdlar, ustozlar nomidan ustozga sog'lik, salomatlik, ijodiy ishlarga omad, qolaversa oilaviy yana baxt tilayman ustoz. O'zi Yevropa davlatlariga bir holat bor ekanda, kuzatgan bo'lsangizlar. 60-70 yoshdan keyin o'zini ijodini ko'rsatar ekan insonlar. Yo olim bo'lib ketadi, yo bir faylasuf bo'lib ketadi, yo yangi hayot yo'lini qaytadan boshlar ekanlar. Ustozimizga ham xuddi shu holatni hayotiga ko'rib o'tiribmiz, ha? Endi meni gapirishim ozgina noqulay ustoz tufayli. Lekin men ham o'zim aftimdan yosh ko'rinsam ham 4-5 ta nabiram bor, 2-3 ta kelinim bor. Gapirishga ozgina haqqim bo'lsa kerak. Huzur ustozlar, bir daqiqa. Ustozimizga ustoz aydalaysizlar. Butun shu buxorolik ijodkorlar nomidan ustozimiz
Mağrab olsun. Rahmat. Yaraştı. Rahmat. Hurmatli azizlar, do'stlar, men ustozimdan ruxsat oldim. Kim o'tirsizlar? Men ustozimdan ruxsat oldim. Qo'shiq aytish uchun. O'rtoqlar, do'stlar, gapim tugamadi. Diqqatni bu yoqqa qilinglar sahnada. Shuhrat Salom 1956-yil Toshkent shahridan tavallud topganlar. Mana shu kuni 24-aprel kuni bitta qarsak ustozimiz. Bugun bu kishi uchun juda yaxshi kun, ijodiy kecha ustozimiz uchun. Tavallud topgan kunlari, hayotga yangi qadam qo'yadigan kunlari. Mana Sohibaxon sizga ham sizga bir tilagim ustozimizni asraysiz. Bizlar ishonib topshirdik, ha, to'g'rimi? Bizlar bu kishini shunday qabul qila olamiz yana. Rahmat. Ustozimiz Shuhrat Salom 1975-yilda Toshkent davlat universitetini fizika fakultetini tugatganlar ustozimiz. Ish faoliyatlarini o'rta maktablarda, oliy dargohlarda, yana boshqa joylarda ish faoliyatlarini davom etib kelganlar ustozimizni bir qancha she'riy kitoblari bor. Bu kishini Sevgi tashrifi degan kitoblari menda bor. Bu kishi o'sha pochta orqali menga yuborganlar Buxoroga. Qarang, tinchimaydigan odam. Men Toshkentga to'yga boraman desam, keliniz aytdi-ku, Toshkentga sanday odam topilmadimi deydi. Mana isboti. Ustozimizni Sevgining tashrifi degan kitoblari 2013-yilda chiqqan. Ustozimizni Kichkintoy degan kitob asarchalari chiqqan. Kitoblari. Ustozimizni Jonim onam degan kitoblar chiqqan. Mana yonimda ham bor, ko'rsatishim mumkin. Uni ham menga uzatganlar. Ki ustozimizni yana bir yigitga 40 hunar g'oz deganday o'zbek pazandachilik bo'yicha ham kitoblari chiqqan. Mana shu taom, ana shular hammasi ustozimizning retseptlari asosida. Ruscha so'z ishlataylik. Yana gapni qisqaroq qilsak, maqsadga o'tsak, ustozimizni qalamlariga mansub bir Rayhon degan bir she'rlari bor. Shunga men o'zimcha bir musiqa ijro qilganman. Shuni sizlarga havola etib beraman. Rahmat. Sevgi muhabbatning oltin oyiga anvoyi gullardan uyildi xirmon. Sevgi muhabbatning oltin oyiga anvoyi gullardan uyildi xirmon. Bu turfana ajoyib guldastalardan ajralib turadi albatta rayhon. Bu turfana ajoyib guldastalardan ajralib turadi albatta rayhon. Anşana osmonga ko'targan
odamlar qancha rayhonni tarifin keltirib ancha osmonga ko'targan odamlar qancha gullarni saralab bittalab rosa o'ylab ko'rib o'ltirib qildim xulosa gullarni saralab bittalab rosa o'ylab ko'rib o'ltirib qildim xulosa asala Şöyle bana korkmayısın, bozulmaydı. Kapıca kanaysınız. Bor imiş cennetim isi bu gülün alemde yoktur kıyası oddigine şokçana uçtürtte yaprağım Haridagi guldan şandor yakşıram Anvoyi gullarni hiç kamsitgim kelmas Ular axir muhabbatning timsoli Quchoqlanib tutaman gullarni faqat rayhon eslatadi yorning visoli ustoz sevgi muhabbatning oltin poyiga anvoyi gullardan quyildi xirmon bu turfa ajoyib guldastalardan ajralib turadi albatta rayhon ajralib turadi albatta rayhon ajralib turadi sohiba xon